fabrikada ish bor. Oyligiga keladigan bo'lsak, oyligi sredniy oyligi 95 ming rubl. Faqat ofitsial ishga oladi. Moskovskiy. Do'stlar, kanalimni 93% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Iltimos hozir 5 sekund vaqtingizni ajratib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men esa davom etaman. Barchaga assalomu alaykum deymiz, qadrli yurtdoshlar. Sog'lom-muslo, uzoq yurgan aka-uka opa-singillar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bugungi video sizlar uchun bo'ladi, ish haqida bo'ladi. Kanalga yangi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Xullas biz boshladik. Moskovskiy oblast, город Korolevada fabrikada ish bor. Oyligiga keladigan bo'lsak, oyligi sredniy oyligi 95 ming rubl. Faqat ofitsial ishga oladi. Moskovskiy oblast dokument bo'lishi kerak. Yangi kelganlar bo'lsa do'stlar, agar shu yangi kelgan odamni shu yerda ishlaydigan tanishi bo'lsa, o'sha orqali pul berib dokument qilishga yordam beradi. Ataksiz birinchi kelishingiz bo'lsa, sizga pul bermaydi. Kelib yotoqxonasi u yerda besplatniy, 3 mahal ovqati besplatniy bo'ladi. Dokumentlari ham yordam beradi. Yangi kelganlarni tanish bilishi shu yerda ishlaydigan bo'lsa, o'shalar orqali ishongan holda sizga qo'lingizga pul beradi, dokument qilib berishga, registratsiya hammasi besplatniy do'stlar. Bu yerda bu ish fabrikada do'stlar. Fabrikada bir narsani diqqat bilan tushunib olinglar. Fabrikada u yerda salat, keyin shirinlik narsalar, keyin kotlet, мясный narsalar, yeb ichadigan produktni hamma narsa ishlab chiqariladi. U yerda katta fabrika. Oyligi 95 ming rubl sredniy oyligi do'stlar. Kechki smena ham bor. Agar kimda kim xohlovchilar bo'lsa, ekranda telefon raqam yozib qoldiramiz. Ikkita telefon raqam. Bemalol aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Bittasi rus deb yozib qo'yamiz. Bittasi o'zbek akamizning telefon raqami bo'ladi u yerda. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.